Balaliq davrimni eslashni xohlamayman. Chunki balaliq davrim balalarga xos bo'lmagan kechirimchilar bilan to'lgan. Gerçi yavoylik va logiksizlik bilan to'lgan balaliq davrimni qaytarib kelish qo'limdan kelmasa-mu, ota-onamning jumladan atrofimdagi kishilarning orzu istaklarining men izlangan yashash usuli emasligidan gumonlanish tamoman qo'limdan keldi. Hayotimni oddiylashtirish uchun tirishgan sari uni murakkablashtirib oldim. O'tmishimdan zarlangan sari texmi nachar o'tmishga mubtalo bo'ldim. İnkar qilgan har bir reallik menga jin bo'lib choplashdi. Hayotlik energiyalarimdan mangulik dvigatel yasash xiyollarim barbod bo'ldi. Ardim, charchidim. Ko'zimni ochgan sari ko'rolmadim. Oxiri ko'zimni yumdim. Ko'rganim o'zim bo'lib chiqdi. O'zimning hozirdan iborat bir reallikda yashayotganimni his qildim. Kelgusidan kelgan g'am andisha, o'tmishimdan kelgan pas-pes to'yg'ular g'oyib bo'ldi. O'zimning tafakkuriga, muddaga ega bo'lgan ijtimoiy mavjudot ekanligimni to'nib yetdim. Shunda qilib men psixologiyani tanladim. Yo'q. To'g'ri qilib aytganda, psixologiya meni tanladi. Kallamdagi nurg'un chigish savollarga javob topildi. Shundaqla nurg'unlagan savollar paydo bo'ldi. Men asta-asta o'zimning kontrolligiga o'tishga boshladim. To'yiqsiz o'zim o'rgangan psixik savodlarni texmi ko'p kishilar bilan o'rtoqlashishni to'g'ri topdim. Undaqda darsligimni o'zimga xayrxo'sh deyish orqali boshlayman. Ali Qurbon. Men tuanni sizlarga bolalarda ko'riladigan 3 xil psixik mexanizm tushuntirib qo'yman. Buni birinchisi nimasi ideallashtirish. Ideallashtirish degan nimasi har qanday bola kichik davrdan boshlab ota-onasini mukammal obraz qilib, ota-onasining rolini o'tashga, ota-onasining xarakterini yuqishtirishga boshlaydi. Shunga bir oilada dadalan onaning masalalarga qanday muomala qilishi, masalalarni qanday bir taraf qilishi, bir-birisiga bo'lgan muomalasining hammasi amaliyotda bolalarda shu balani shu ota-onasiga nisbatan o'rnak elishni keltirib chiqaradigan gap. Biz buni odatda ideallashtirish deymiz. Ikkinchisi yo'tkash. Yo'tkash degan nima degan vaqtda yo'tkash deganimiz biz bunday o'ylaylik. Masalan, bir oilada 4 odam bo'lsa, 2 farzand va uning ota-onasi bor. Demak, bu 2 farzandning ichidagi ma'lum birisi bu oilada o'sib cho'ng bo'lish jarayonida faqat 3 odamni ko'rib cho'ng bo'ldi. Dada, ana, andikin o'zining aksi, aytsa yoki singlisi. Demak, bu bolaning mush kallasida mush 3 odam bir qilibni shakllantirdi. Uch qilib bor degan gap bu odamda, bu balda. Ham bu bal keyin jamiyat chiqqan vaqt qanday qildisa, barliq odamlarni uch qilib selib tushundi. Yoki bu qilibga tushimiz shu degan vaqtda tortib onunğa söylep ekirdiği işler şekillendi. Şuna yo'tkashning asosliqqa ko'rayotgan ko'pincha ta'siri nada bo'layotsa shaharda. Chunki shaharda odatda yadroliq oilani maqsad qildi. Yadroliq oila deganimiz masalan bola hargizmi cho'ng dadasi, cho'ng opasi birga yashamaydi. U faqat dadasi, opasi anakin ma'lum bir aksi yoki aytsa yoki singlisi yashaydi. Bundaq bolalarda nim shakllandi desa, uni jamiyat chiqqan vaqtda saladigan qilipi ozayib ketadigan gap. Shuna bolalarni amal bor, o'zining tuqqanlari bilan ko'proq kurashtirib berish, qo'shnilar bilan kurashtirib berish, yo qo'shnilarning bolalari bilan kurashtirib berish. Ishqilib bola kichik vaqtdan boshlab ko'p odamlarni ko'rib cho'ng bo'lsa, u keyin jamiyat chiqqan vaqtda uning odamlarni saladigan qilipi bir qadar ko'p bo'ldi degan gap. Masalan, ba'zilar
uyda to'liq qilib shakllanmagan vaqtda qanday qilish mumkin desa, balkim u o'zining boshlig'ini yoki xo'jayinini dadasiga o'xshatib olishi mumkin, o'qituvchisini onasiga o'xshatib olishi mumkin, o'zining xizmatdoshlarini ma'lum odamga o'xshatib olishi mumkin, hatto u o'zining keyin to'y qilgan juftini yoki o'zining rafiqasini deb qo'yamiz, unimi uydagilarning ichidagi ma'lum birisiga so'rab kelish mumkin. Bu odatda ayollarda ko'p uchraydi. Ayollar doim o'zining yo'ldishini o'zining dadisining xarakteriga moslashtirishni xohlaydi. Dadisi apsa qanday muomala qilgan bo'lsa, yo'ldishiningmi o'ziga shundoq muomala qilishni talab qilib oldi. Ercho deganda ermo o'zining ayolini doim o'zining opsiga o'qishni umid qiladi. Meyli tamoq ichish uslubi bo'lsin, meyli bolalar qarash uslubi bo'lsin, yoki uy ishlarini qilish jihatini hammasida opsini o'ylab, opsining qilipiga selishga tirishadi. Agar bu qilib tushmaganda bo'lsa, og'rinish paydo bo'ladigan gap. Shunga ayollar o'zining qarshi tarafdan ayoldan yoki yo'ldishdan ma'lum narsani talab qilgan vaqtda mushu mexanizmga sal diqqat qilish kerak. Zodi bu mukammallik yoki bu xil talab qilish zodi nadin kelganlikka yaxshiroq diqqat qilsa, buni yaxshiroq bilalaydi. Buningda biz nimani tushunyapmiz desa, bolalarning amalba kichik vaqtida ko'p odamlar bilan ko'rishib turishi, bu albatta keyingi ularning qilipini jiqaytishni, qilipini ko'paytirib beralaydi. Uchinchisi qayta yaratish. Endi qayta yaratishga bek diqqat qilish kerak. Qayta yaratishni biz odatda bevosita tarjimasida mutaxassislashtirish deb ataymiz. Mutaxassislashtirish degan nima desa, masalan, ma'lum odam kichik vaqtida ma'lum bir narsa usti bo'lsa, masalan u bolalarga o'zining kichik vaqtida do'stlarga she'r aytish usti bo'lgan bo'lsa, u cho'ng bo'lgan vaqtimi she'r aytishni yaxshi ko'radigan, amalba she'r to'g'riliq gaplar chiqib qolsa, bundaq gaplarni anglashga yaxshi ko'radigan, agar hech qanday bundaq gaplar bo'lmay qolsa, u maxsus she'r aytish so'rini hozirlaydigan yoki shundaq vaziyatni amalba yaratib oladigan bo'ldi. O'xshash prinsip bo'yicha bir bola o'zining kechirmishini, ya'ni kichik vaqtida mayli ota-onasi tarafidan azoblangan bo'lsin yoki xo'rlangan bo'lsin, bu jarayonda xuddi she'rga usti bo'lgandek, mush xo'rlanishqimi uni taqobil turishda bir xil mingida, masalan, ma'lum bir sizni qashnaga nisbatan bir qobiliyat paydo bo'ladi. Bu qobiliyatni cho'ng bo'lgan vaqt qanday qiladi desa, xuddi she'r usta odam keyin she'r muhit yaratgandek, bumi xo'rlanish muhit yaratib turib oldi. Yoki buni texnik tafsiriy deb bilsam, bir qiz ne kichik vaqtida aksi yoki dadisi urgan bo'lsa, xo'rlagan bo'lsa, bu qiz cho'ng bo'lgan vaqtda nima ish qildi desa, yanlam mush qizni xo'rlaydigan yoki ko'pincha tillaydigan, urdigan ma'lum bir odamni topidi, shuni ular to'y qilib kelish mumkin. Biz buni odatda sadizm deb qo'yamiz. Bu qandaqdir maskep qilish emas. Bu nima desa, bu ashning qayta yaratish mexanizmi deymiz. Ash holatini qayta yaratib chiqadigan gap. Agar buni yo'ldishi uni umizchon, tillimizchon, u qanday qilish mumkin desa, balkim u bolasini o'zining o'rniga ko'chirish orqali bolasiga buni yo'tkib o'tishi mumkin. Shunga Uyg'ur maqol tamsillaridan masalan qizvalni us bo'lmaydi, baxtsiz bo'lib qoldi degan gapning albatta nurg'un ilmiy asosi bo'ldi. Chunki u kichik vaqtida aksi yoki dadasi tarafidan tayoq yegan bo'lsa, bu uning kallasini nim shakllantirib qo'ydi desa, qayta yaratish mexanizmi shakllantirib qo'yib, u cho'ng bo'lgan vaqtimi shu xil holatni, shu xil so'rinni hozirlaydigan holatga tushib qoladigan gap. Hamda mana yo'tkashda ba'zi cho'nglarmi ishlatib qoladi. Masalan, bir anini kichik vaqtida opsi to'xtamay tilgan bo'lsa, yoki dadasi tilgan bo'lsa, yoki o'zining kichik vaqtida ma'lum odam o'ch bo'lib qolgan bo'lsa, balkim bu ana cho'ng bo'lgan vaqtda bolasini o'z ayni vaqtda o'ch bo'lgan odamning o'rniga dasib turib, uni vaqirab ketish mumkin. Ba'zi ayollar, ba'zi onalar bolalarga shundoq vaqirab, haqiqiy cho'ng odamga o'xshab muomala qilib, uni tillab, o'zini tutulamagan holda ayblab ketadi. Keyin, ajab, men bolamga bundoq vaqirab ketdim deb, o'zi bir xil gunoh tuyg'usi shakllandi. Amaliyotda buni na'dan ko'ramiz desa, ana balık aşındaq vaqırgan vaqtda yaxshi o'rlish baxsi bo'ldi. Zodi bu vaqirash balaning xatolig'i vaqiratamdi yoki bala shu ananing balliq davridagi o'zi o'ch ko'rgan yoki uni azoblagan ma'lum odamga yo'tkilib qilyaptamdi. Agar buningga diqqat qilmagan vaqtda ba'zida balalarning kichik xatolig'ida ularga rasmiy odamga muomala qilgandek uni ayiblash holatlarimi mushundan kelib chiqadigan bo'ldi. Undan boshqa bir misol ko'rsatsam, masalan,
bir bala kichik vaqtida doim ota onasining jidilini ayirib cho'ng bo'lgan bo'lsa, masalan, ota onasidan dadasi urushida, bu bala ayrıydı. Onasidan dadasi urushida, bu bala ayrıydı. Bu bala üsbitleb cho'ng bo'lgandicha, cho'ng bo'lgan vaqtda balkim balasini o'zining balliq davriga moslashtirib, qasdan bu qasdan degani ham ularga o'zi bilib emas, yushun engida qasdan ayoldan uruşudu. Ayollar uruşqanda balası bunu acırtıdı. Demek o ötmüşidiki ballık davridagi şu holatni qaytadan yaratib oladi. Demek o bilib bilmay ayollar uruşudu. Ondan balası ularni urushini ajırtıdı yoki bo'lmasa urushni bir taraf qiladi. Demek bu dada buni nereden keltirib olgan bo'lishi mumkin desa, kichik vaqtidagi o'zining osh muhitini qayta shakllantirdi. Shunga bu xil yötkeş qayta yaratish degan bu mexanizmlarga biz yüksek darajada ahamiyat bermasak, ba'zi o'zimiz bilib bilmay ba'zi xatoliklarni sodir qilib qo'yishimiz mumkin. Unda olsa men tuvanda balalarni qanday qilgan vaqtda umidvor qilib cho'ng qilib bo'ldi, psixikasini saqlab qilib cho'ng bo'ldi. Bu to'g'rida men yana sal bir nechta nuqtani tilga olishim kerak. Birisi, balalarda qaror chiqarish iqtidorini yetildirish. Balalarning qaror chiqarish iqtidorini yetildirish bek muhim. Chunki bir balada kichik vaqtida qaror chiqarish iqtidori yetilmagan vaqtda u cho'ng bo'lganda qanday qildisa, doim uning uchun qaror chiqarib turadigan bir odam izlaydi. Mesela ballık vaqtida hammasini ota-onasi urlashtirib bersa, bu bola cho'ng bo'lganda cho'sa, yana uning ishlarini, qarorlarini urlashtirib turgan odam izlab turib oldi. Uning o'zlik ma'lum narsani mustaqil holda bir taraf qilgan iqtidor kamlaydi. Unda bu xil qaror chiqish iqtidorini qanday shakllantirmasa, men oldin bir deb o'tib ketdim. Oilada nurg'un ishlar bo'ladi. Ba'zi ishlarni qarorlarini balalarga tashlab bersa bo'ldi. Albatta bu qarorlar qismi cho'ng öy setilish qarori yoki qandaq mashina setilish qarori yoki naga berib sayohat qilish qarorlari bo'lmasi mumkin. Ammo kichik qarorlar bo'ldi. Masalan, bugun qaysi tamoqni yeyishni balalarga tashlab bersa bo'ldi. Qaysi tamoqni asli bo'ladi. Yoki bo'lmasa tamoqqa masayni jiqroq ishlatmdi yoki masaynimi? Yoki bo'lmasa biz bayatdan dedik, o'zining kiyimlarini qo'yib berish orqali qaysi kiyimni kiysa shuni tanlatqizish. Yoki bo'lmasa hatto ba'zida bundaq ijobiy usullarni qo'llansa bo'ldi. Masalan, ana ko'ynakini olib balasiga men qaysi ko'ynakni kiysam bo'ladi, sen men uchun qaror chiqarib bersa, buningmi ijobiy roli intayin kuchli bo'ladi. Demak, bal tarbiyalash jarayonida balning ota-ona uchun, uy uchun ba'zi ishlarni qaror chiqarishni balalarga tashlab bersa, balada birisi o'ziga ishonch tuyg'usi kuchli bo'ldi, yana birisi qaror chiqarish iqtidorimi kuchli bo'ldi. Ikkinchisi oila qimmat ko'z qarashi. Oila qimmat ko'z qarash degan nima esa, men mush ba'zi yoshlarning ba'zida uydagilar doim mandaq deydi, dadam mandaq deydi, dadam herkes jıqlama deydi, dadam jıqılğa yerindən o'rnidan tur balam deydi, dadam mandaq qil deydi degan ba'zi gaplarni anglaymiz. Oila qimmat ko'z qarash degan nima esa, dal balliq davrida ota-ona to'xtamay qitim sonini oshirish orqali ma'lum bir jumla gap, bek jiq emas, ma'lum bir jumla gapni, muhim bo'lgan jumla gapni baliq singdirib mansa, bala nurg'un tarbiyani unutib qolgan bilan ashundaq ko'p qitim takrorlangan bundaq qimmat ko'z qarashlarini esi tutib oladi. Mening oilamga nisbatan alohida ta'kidlangan qimmat ko'z qarashi bo'lmagan, ammo esimda qilishicha bir qatim dadam do'stlar bilan qart o'ynadi. Qart o'ynab bo'lib, o'zining vaqtini isrof bo'lib ketib qolganini ko'rib, qart o'ynagandan ma Mehmet Avaq degan bir kitob bordi. Mehmet Avaqni o'qisam-chu degan bir gapi yodimda qolgan. Mehmet Avaq degan shu vaqtdagi bir roman kitob hamda. Men shu davrimda qart o'ynagandan kitob o'qigan yaxshi ekan degan mushu jumla gapni o'zimning qimmat ko'z qarash qilib oldim. Men ta bugun kun kelganda men mush bir jumla gap uchun, mush bir jumla mening esimda intan qolganlik uchun nurg'un ishlarni qilgandan kitob ko'rgan yaxshi degan sinib ketgan bo'ldi. Bu balalarga cho'ng bo'lgan vaqtda bundaq gaplarni qilsa, asosiyatdan bu singmaydi. Shunga balliq davridan tortib, ota-ona o'zining sharoiti, vaziyatiga asosan ma'lum bir jumla gapni, yaxshi ash baliq foyda qiladigan jumla gapni tepib, buni oila qimmat ko'z qarash qilib olsa,
bo'lmasa bola cho'ng bo'lgan vaqtimi dal uning mingisida mushunga nisbatan to'liq kuchli inkas shakllandi. Üçüncüsü oila qoidalari. Endi oila qoidalari degan nimasi? Bunaqa qoidalarni uzun tusi bo'lmaydi. Buni amalda 7, 8 yoki bekchi qovus 10 turli qoida qilib, buni to'nglat qo'lamdi yoki tezroq bo'lamdi chaplab qo'yish kerak. Bu qoidalar masalan tomoqni manda vaqt yeyish, maoshni madam qilish, oshni ma qilish deganda qoidalar. Ammo bu xil oila qoidasida diqqat qiladigan nimasi? Ota-ona buni tuzib qo'yib, ota-ona agar xiloflik qilsa, bu oila qoidasi